Nima qilib turibsiz? Kiring. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Gapiring. Boya doktorga borgandim. Mana u dorilarni yozib berdi. Bola rivojlanish uchun kerak ekan. Gemoglobinim kamayib ketibdi. Voy, buncha. Doktorlaringiz aytaveradi. Hech qaysinisini olmaysiz ham, ichmaysiz ham. Mana men 4 ta bolani ham sog'lom qilib, o'zimni kuchim bilan tuqqanman. Keyin ortiqcha pulam yo'q bunga. Oyi, dori bolaga bo'lsa, menimcha dorini olib berish kerak. To'g'rimi? Akangga ayt. Aptekachi o'rtoqlari ko'p-ku. Shuni rasm tashlab olgan, olib kelib beradi akang. Ha? Ana? Xo'p bo'ladi. Ey, ertaga gapim bor. Norin tayyorlab qo'ying. Alo? Akajon. Alo, Sinem? Assalomu alaykum. Sinem yaxshimisan? Nima bo'ldi senga? Tinchlikmi? Yig'layapsanmi? Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yo'q, yaxshimisiz? Ha, dori olib keldingizmi? Shu desangiz, singiz doktorga borgan ekan. Bir dunyo dori yozib beribdi-da. Gemoglobin kamayib ketganmi? Shu oxirgi payt nimjon bo'lib qoldi nimagadir. Berib qo'yarsiz. Ha, berib qo'yaman. Dorini o'zimi? Bir meva-cheva ham ko'tarib kelmabsiz-da. Yuring uyga, bir qo'l narida tashlaymiz. Rahmat. Moshada odam kutyatuvdi. Ha, shunaqami? Oyijonga salom ayting. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Shu kuyovingga ham besh ketmayman-da. Topish tutish yaxshi bo'lsa, seningga dorilarni doim sanab borasan. Unga bolasi kerakmi o'zi yo'qmi? Nima deyishimni ham bilmayman, o'rtoq. Unga bolasi kerakmi, yo'qmi, uni ham bilmayman. Lekin menga singlim kerak.